Assalomu alaykum bolajonlar. Kuningiz xayrli o'tdimi? Oyijoningizni xafa qilmadingizmi? Yotishdan oldin yuzlaridan o'pib qo'yish esingizdan chiqmasin. Demak, bugungi ertagimizni boshlaymiz. Bugun men sizlarga yaramiz sigir haqida ertak aytib beraman. Katta o'rmonlardan birida juda ko'p jonivorlar inoq yashar edi. Otlar, jayronlar, olmaxon, quyonlar va o'rdaklar bu yerda baxtli hayot kechirishardi. Kunlardan bir kuni o'rmonga katta sho'xli bahaybat sigir kelibdi. U atrofga qarab "mu" deb baqirgandan so'ng oyoqlari bilan yer tepa boshlabdi. Jonivorlar bir-biriga hayron qarab, "Bu qanday jonivor? Nega o'zini bunday tutyapti?" deyishibdi. Katta sho'xli sigir esa atrofdagi jonivorlarga qarab, "Bugundan boshlab o'rmonning bu qismi menga tegishli. Hammangiz bu yerdan ketasiz" debdi. O'sha kundan so'ng u o'rmonda qolib, boshqa jonivorlarga ozor bera boshlabdi. Qayerda biror jonivor ko'rib qolsa, unga shoxlari bilan hujum qilardi. Bir kuni keksa jayron unga qarab, "Hey sigirvoy, nega bunday qilyapsan? Axir bu o'rmonda hammaga yetadigan o't bor-ku." Sigir esa yo'g'on ovozda, "Bu yerdagi barcha o'tlar va daraxtlar faqat o'zimniki bo'lishini istayman. Faqat meniki" deb javob beribdi. Katta sho'xli sigir kichik ko'l ichidagi jonivorlarni ham qiynashdan tonmayotgandi. Suv ichmoqchi bo'lgan o'rdak va ko'l ichidagi boshqa jonivorlarni ham haydab yuborar edi. Kunlar shu tarzda o'tar, ammo sigirning bu xatti-harakatlari jonivorlarning joniga tekkandi. Ular birin-ketin o'rmonni tark eta boshlashibdi. Nihoyat bir kuni o'rmonda sigirdan boshqa hech kim qolmabdi. Katta sho'xli sigir yolg'iz qolibdi. Hatto qushlar ham o'rmonni tark etishibdi. U barcha jonivorlarni bu yerdan haydab yuborganidan juda baxtli edi. Sigir bir necha kun shataloq otgandan so'ng daraxt tagida uzanib dam olayotgan edi. Shu yo'sinda bir kun o'tibdi, 2 kun o'tibdi, 3 kun, bir hafta ham o'tibdi. Katta sho'xli sigir kunlar o'tgan sayin yolg'izlikdan zerika boshlabdi. Chunki o'rmonda biron sas-sado qolmabdi. Shu xilda 3 hafta o'tgandan so'ng u o'ziga o'zi shunday debdi: Bu katta o'rmon menga tegishli bo'lishining menga nima foydasi bor? Axir juda yolg'izman. Endi chiday olmayman. Yaxshisi borib kimnidir topay. U shu gaplarni gapirib yo'lga tushibdi. Endi u tuyoqlarini yerga gursullatib, baland ovozda mo'rab yurmayotgan edi. Boshini egib, sekin-sekin ketardi. Avvaliga borib ko'ldan suv ichibdi. Keyin esa o'rmonni tark etib ketgan jonivorlarni topgunigacha yurishda davom etibdi. Lekin bizning katta sho'xli sigirni ko'rgan har bir jonivor uni ko'rishi bilanoq qocha boshlabdi. Shu sababli u yana o'zi yashaydigan eski joyiga qaytibdi. Shunday qilib kunlar o'tibdi. Sigir kundan kunga qilgan ishidan afsuslanardi. U endi avvalgidek o't yemas, afsus bilan daraxt tagida o'tirib o'yga cho'mardi. Bir kuni karkidon o'rmondan o'tib ketayotgan edi. Katta sho'xli sigirni ma'yus o'tirganini ko'rib, yoniga borib, u bilan suhbatlashibdi. Nima bo'lganini tushunib, boshini qimirlatibdi va "Demak shunday. Demak afsuslanyapsan. Senga qanday yordam bera olishimni bir o'ylab ko'raychi" debdi Karkidon. Karkidon sigirning pushaymonligini barcha jonivorlarga aytibdi. Jamiki otlar, jayronlar, olmaxon va boshqa jonivorlar o'rmonga qaytib kelishibdi. Ularning kelganini ko'rgan sigir qanchalar baxtli bo'lganligini bir bilsangiz edi. U hamma jonivorlarni daraxt tagiga to'plab, ulardan uzr so'rabdi. Aziz bolajonlar, bu ertagimizdan xulosa shuki, hech qachon do'stlaringizni, yaqinlaringizni xafa qilmang. Birgalikda ahil, inoq bo'lib o'ynang.